Салом алейкум. Вот мне Алёшкин Андрей, самый лучший адвокат, который я за 20 лет я встретил. Самый хороший. Нет слов, вообще нет слов. Но мне за 2 раза все закрыто. Огромное спасибо. С такой людей. Честный адвокат. Спасибо огромное. Дай Аллах здоровья. Все было хорошо у вас. Спасибо огромное. В отношении этих граждан сегодня Гражданский суд прекратил уголовное дело. Мы продолжаем судебную защиту и очень довольны, что она проходит успешно. Assalomu alaykum hammaga, musofirda yurgan aka-ukalarimiz, hammaga salom. Bizda bugun yana bitta yangilik, yana bir odamni qutqarib qoldik. Hayotini bo'lsa aytsa ham bo'ladi. Statsiyasi rosa og'ir edi, rosa og'ir statsiya, lekin biz uni mana chiqarib oldik. Akamiz o'zi video jo'natgan, rahmat deb Andrey bilan. Yana bitta narsa, mana shu mana orqamdan gapirayotgan noshukurlarga yana bitta narsa aytmoqchiman. Men Andrey Alyoshkinning yordamchisiman. Meni qo'limda 6 ta 7 ta advokat ishlaydi, yuristlar ishlaydi. Lekin hech qachon aytmaganmanki, что men advokatman deb. Bu birinchisidan. Ikkinchisidan, ko'p odamlar menga telefon qilib, mana bu ishimni bitirib ber, bu ishimni bitirib ber deydi. Men yo'l kiramga pul olsam $100 o'sha nima deydi 1,5 ming kilometr joylarga borib kelib yo 2000 kilometr joylarga Rossiyani u tomondan bu tomonga yo'l kiramga pul olsam $100 $200 o'shani ertasiga gapirib chiqyapti. Ey insonlar, kelib Rossiyada ko'ringlar qanaqa narxlar. Kim qancha advokatlarga pul beryapti, yuristlarga pul beryapti. Biz sizlardan yarmini olyapmiz, чтоб sizlarga osonroq bo'lishi uchun. Aka-ukalar, mana shu videoni maksimalni tarqatib qo'yamiz. Negativchilarga hammasiga salom. Yozinglar, boshqa nima deydi? U sizlarning ishinglar. Menga qizig'i yo'q u narsani. Meni xalq biladi, yaqinlarim biladi. Hammaga rahmat.